Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib boruvchilar. Navbatdagi ishimiz shtampovich darvozamiz. O'zimizni shogird uyiga olib kelib o'rnatdik. Aniqrog'i seximizga qo'shini yaqin. Mana shu seximiz. Mana ikkita shtampovich darvozamiz yuklanyapti. Andijon viloyatiga. Shogirdlarning kompressor bilan ertaga tayyorgarlik. Xo'p, darvozamiz eni 380, balandligi 3,5 metr bo'lgan. Konus qalin materiallardan ishlatilgan. O'zimiz shogird o'zlarining uylariga tayyorladilar. Zamok, sistema zamok. Shogird, qanday darvoza? Darvoza zo'r, xudo xolasa. O'zingiz yasadingiz. Kamchiliklarni o'zingiz bilasiz. Xudo xolasa kamchilik yo'q. Darvozamiz o'ta ideal chiqdi. Demak, kraska, glans yo'laklari bilan. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlar mumkin. Ekran ustida nomerlarni qoldiramiz. Bemalol O'zbekiston bo'ylab ustunovka dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Aloqa chiqinglar. Yetkazib beramiz. Narxlarni bafurja telefon qilinsa, batafsil tushuntiramiz.